Assalomu alaykum hammaga, Atiker gaz servis obunachilari. Bugun sizlar bilan Kia Sonet'ni yana ham boshqacha obzor qilib beraman. Nimaga? Bilasizlar, biz Kia Sonet uchun eng yangi komplektatsiya olib kelganmiz. Bundan oldingi videolarda ham ko'rgan bo'lsalaring, bu blokimiz o'sha tanishtirib o'taylik. EasyFast Lavato firmaniki. Bu 64 bitli eng oxirgi o'sha 25-yil chiqqan darabotka bo'lgan o'sha italyanskiy blok. Buni funksiyalarini hozir kompyuterda ham bir ozgina tanishtirib o'taman. Endi hozir bunga qo'yilgan zapchastlarimiz Lavato blok, Gers injektor, AEB'ni o'zini mapi, 5/5lik bu bezobiti deymiz. Nimaga? Buni suv quyib yuborsalar ham kuyib qolmaydigan map. Mnogorazovый filtr, Lavatoni o'zini reduktori 190 talik. Termoplast bilan uстановка qilganmiz. Endi uстановkaga o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Hammasi idealniy qilingan. Biz o'zi uстановка qilganda birinchi o'rinda shu uстановkaga e'tibor qaratamizki, shu как положено заводскойdek bo'lsin. Menimcha buni birinchi ko'rgan odam заводской gaz deb o'ylaydi. Endi bu maqtanish emas, lekin yuvelerniy qilib terishga harakat qilamizki, ham chiroyli turadi, ham o'sha har bitta narsa o'z joyida qolib turgan hisobiga ertadan keyin ham bir ishqalanib yoki bir chastda o'zidan o'zi muammo bo'lib qolmaydi. Uстановка eng oxirgi tipdagi zapchastlar bilan uстановка qilingan. Bunga o'sha tushgan balon 48 litrli balon ko'rsalang bo'ladi. 48 litrli balon bunga o'sha idealniy tushadi. Nisbatan polka sal ko'tariladi, lekin bilinmaydi hisob. 40 talik ham qo'ysa bo'ladi, lekin optimal holatda biz 48 litrli balondan foydalanamiz. O'sha bitta shumka qilib olinadi. Bu shumka o'sha tagini nobodda terlasa chiritmasligi uchun va har qanday holatda ovoz chiqarib qolmasligi uchun. Xo'p, trubkalar mana termoplast bo'lgan, e'tibor bersalar bo'ladi. Datchikda o'sha uровеньda gazni ko'rsatadigan bu salonda ko'rsatadi. Bu sim kompyuterga boradi, kompyuter salonda ko'rsatadi. Xo'p, endi bitta ключаторni yana bitta ko'rsatib o'taylik. ключаторni ko'rsalar bo'ladi. Mana hozir margat qilyapti. Bu o'sha qizigan mashina 7-8 sekundda o'sha gazga o'tadi. Mana bu yerda gazni qancha qolganini ko'rsatib turibdi. Bu kamaygan sari kamayib boradi. Hop, mana klapan ochdi. Bo'ldi, o'zi mana to'xtadi, gazga o'tdi. Ixtiyoriy ravishda benzin olgilin kelsa, bitta eslalang, mashina benzinga o'tadi. Endi hozir bitta kompyuter tomonlama ham ko'rsatib o'tamiz. Bu o'zi qanaqa ishlaydi? Bu yangi miyani qolgan miyalardan farqi, afzalligi nimada? Shnuri Canvas bilan ishlaydi. Menimcha buni ko'p ustalar ham ko'zi tushmagan. Bu umuman shtekeri boshqa, yana ham bu tez ishlaydi. Har bitta ma'lumot uzatilishi yana ham kompyuterda tezroq bo'ladi. Yana ham aqlli. Buni analogiy varianti keyinchalik ham chiqmaydi. Misol uchun bir 5 yildan keyin ham Xitoy versiyasi chiqmaydi. Bu bloklarda bilasizlar, o'zi ko'p ommalashgan bloklarda hammasida dublikat versiyasi Xitoydan keladi. Bu duplikati buniki bir 5 yildan keyin ham kelmaydi. Detaliga alohida e'tibor berib ishlangan. Kopiya olish ham oson ish emas. Xo'p, men programmani ko'rsalarim bo'ladi. Menimcha bu oldin ko'rmagan ustalarga ancha bu boshqacha. Bitta o'sha har bitta injektorda o'sha parametr bo'yicha ham ko'rsatib turadi. Uni razmerlarigacha bor. Har bittasini o'zi analiz qiladi. Shu darajada funksiyalar ko'pki, oddiy misol gazni переходini o'zida ham даже vaqtga qo'ysa bo'ladi, gradus gazlik reduktorniki, gazliki temperatura, obidini temperaturasidan ham даже o'tiladi. Demoqchimanki, oddiy bitta mana shu обычный misol bloklarda bitta va shu funksiya bo'lsa, bunda o'sha 1 2 3 oddiy bitta e'tibor qaratadigan joyida ham o'sha 4 ta funksiya qo'shilgan. Bu yerda o'ta mnogo funksionalniy bu kompyuter. Menimcha bunaqa tipdagi dvigatellar uchun bunaqa mnogo funksionalniy kompyuter O'zbekistonda yo'q deb 100% aytalaman. Agar bu yerda o'ta idealniy qilib harakat qilinadigan bo'lsa, mashinani har qanday holatini o'ta ideal nastroyka qilsa bo'ladi, har bitta detaligacha. Hozir mana mashinani yurib keldik. Yurishlari idealniy. Mana shu ko'rib turgan kartalaring buni o'zi avtomatik yasaydi. Bularda har bitta qilingan nastroykani o'zi avtomatik adaptatsiya qilib boradi. Birinchi benzinda haydaladi mashina, ozgina yurgandan keyin gazga o'tganda o'zi o'shani kartasini avtomatik adaptatsiya qilib ketadi. Har doim o'zini o'zi adaptatsiya qiladi. Bu yerda qo'shimcha o'sha karta ham bor yana foydalanish uchun. Bu yerda start stop. Bilasizlar, Monzalarda yangi tipdagi mana shu dvigatellarda bitta porshonga ikkitadan injektor chiqqan, hammasiga universal tushadi. Mana hozir benzinni va gazga oldik. Hop, OBD korreksiya, hammasi как положено ishlaydi. Bunda osoggraf ham bor.
Hop, bu yerda har bitta injektorni ham OBDdan ham analiz qilib tura oladi. Gaz o'zini diagnostikasi и mashinani ham polniy analiz qilib tura oladi. Bu yerda yozib qoladi har bitta holatda qanaqa o'zgarish bo'lyapti. Bu ancha ham qolgan bloklardan ko'ra aqlli. Buni ishlatganlar biladi. Keyin mabodo Kia Sonetga eng rekomendatsiya qilsa bo'ladigan oxirgi bloklarimizdan shu. Ko'rgan komplektatsiyalaring shu polniy oldi chas italyanskiy, trubkalar termoplast, уровень datchik ishlaydi, ballon 48 talik, turetskiy ballon. Shu komplektatsiya, shu Gers injektorlar bilan 6,5 million so'm chiqadi. Agar mabodo bu komplektatsiyani shu ko'rgan injektorlaringni bilasizlar, biz i+ ham ishlatamiz. Bu i+ dan ham yana ham skorostoy injektor. Agar u injektorga alishtiradigan bo'lsak, sizlarga uni narxini 6 million so'm qilib beramiz. Endi bu eng full komplektatsiya. Mabodo sizlarga shunaqa sifatli, yaxshi eng oxirgi vipiskadagi komplekt tuyishi kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa ishlayni chiroyli, garantiyali qilib bitirib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' salomat bo'lasizlar.